Bu ham rivoyatda bir shaharda gadoy ko'payib ketar ekan-da, gadoylar. Keyin o'sha gadoylarni kamaytirish maqsadida o'sha shaharda podshohi farmoni ilohiy chiqarar ekan. Kim kimga sadaqa bersa, qo'lini kesinglar der ekan. U gadoylarni kamaytirish maqsadida. Hozir mana bitta prezidentimiz qaror qabul qilsa, hammamiz bo'ysunamiz. O'sha davrda o'sha podshohni o'sha qaroriga hamma bo'ysunadi. Hech kimga sadaqa bermay qo'yadi. Kunlardan bir kuni eshik taqillaydi. Eshik taqillasa, ichkaridan bir qiz chiqib keladi. Hali qiz chiqib keladi, qarasa bir otaxon turibdi. Qizim deydi, ochiqab suvsab qoldim deydi. Menga suv bilan non bergin deydi. Hali qiz shunday uyga kiradi, podshohning farmoni ilohiysi esiga tushadi. Shunday qaytib chiqadi, otaxon deydi, men sizga suv bilan non bera olmayman deydi. Podshohimiz farmoni ilohiy chiqargan deydi. Kim kimga sadaqa bersa qo'lini kesinglar deb aytgan deydi. Hali otaxon aytadi, qizim, men gadoy emasman deydi. Men karvonda kelayotgandim. Karvonimda qaroqchilar taladi deydi. Ochiqab suvsab seni eshiginggacha keldim. Jon qizim suv bilan non bergin deydi. Hali qiz Allohga tavakkal deb chopib uyga kiradi. Ikkita non bilan bir kosa suv olib chiqib hali odamga beradi. Suvni ichadi, nonni oladi, qizni duo qilib yo'lida davom etib ketadi. Bu narsa podshohning qulog'iga borib yetadi. Podshoh aytadi, farmoni ilohimni kim buzdi? Tutib kelinglar, qo'lini kesamiz deydi. Hali qizni saroyda tutib olib boradi. Qiz dod deydi, faryod deydi. Gadoy emas ekan, karvonda kelayotgan ekan. Karvonini qaroqchilar talab, ochiqab suvsab bizni eshigimizgacha kelgan ekan desa, yo'q deydi podshoh. Farmon hammaga bir xil. Kesinglar qo'lini deydi. Hali qizni shunday qo'llarini kesib tashlaydi. Kunlar, oylar o'tadi. Podshoh bir kun shikorga chiqadi. Aylanib yursa, birov shirali ovozda qo'shiq aytayotgan bo'ladi. Shunday yerga o'tiradi, hali qo'shiqqa ovozga oshiq bo'lib qoladi. Aytadi, oshiqqa davo yo'q. Oshiq bo'lgan odamda davo yo'q. Shunday podshoh o'tirib qoladi, vazirlariga aytadi, tez topinglar, kimda ovozi deydi. Ovoziga oshiq bo'ldim, uylanaman deydi. Vazirlar cho'pa-cho'pda oqtarib ketadi, quruq qaytib keladi. Podshoh aytadi, qani topolmadilaring desa, yo'q, podshohim, topdik, faqat u qizga uylanolmaysiz deydi. Nima uchun desa, o suv bilan non beruvdi, qo'lini kesuvdi, o'lsa qiz qo'shiq aytayotgan ekan deydi. Podshoh aytadi, mayli, oshiq bo'ldim, qo'llari bo'lmasa ham uylanaman deydi. Qizni uyiga sovchilar keladi, qiz dod deydi, faryod deydi. Qo'limni kesgan insonga turmushga chiqmayman deydi. Podshohda qizni dod faryodiga qaramasdan podshohga beradi. Qiz podshoh bilan yashaydi saroyda, faqat ko'ngliga tugib yuradi. Men baribir bu odam bilan yashamayman. Baribir bir kun qochib ketaman. Baribir bir kun qochib ketaman deb doim tiliga tugib yurar ekan. Qo'limda kesgan inson bilan yashamayman. Kunlar, oylar o'tibdi, hali qiz o'g'il farzandlik bo'libdi. Shunday qarasa, shunday saroyga sal odam kamroq ekan. Debdi, bugun qochaman debdi. Shunday bolasini orqasiga bog'latibdi, qo'li yo'q endi. Orqasiga bog'latibdi-da saroydan qochibdi. Hali qiz qochib ketaverib suvsab qoldi. Shunday qarasa bir soydan shaqqillab suv oqayotgan ekan. Shu suvdan bir ichaman-da, yo'limda davom etaman. Hali qiz shunday enkayib suvdan ichetsa, bolasi shunday boshidan tushib suvga oqib boshladi. Tutay desa qo'llari yo'q. Allohga iltijo qilib, "Ey Robbim, ahvolimni o'zing ko'rib turibsan, bolajonimni qutqargin" deb. Shunda ikkita oq kiyingan odam paydo bo'ldi. Shunday suvdan tutibdi-da, hali onani oldiga olib kelib qo'yibdi. "Ey yaxshilar, kimsizlar? Haqlaringga duo qilaylik" debdi. Hali odamlar tanimadingmi bizni deb. "Yo'q, tanimadim, kimsizlar" debdi. "Bilaklaringni tiqqin" debdi. Shunday bilaklarini tiqsa, barmoqlari o'sib chiqdi. "Ey yaxshilar, kimsizlar? Otlaringni aytib duo qilaylik" desa, "Hali ham tanimadingmi?" "Yo'q, tanimadim" desa, "O, eslaysanmi? Bir kosa suving, ikkita noning sadaqangiz" deydi. Uning uchun sadaqa Allohning nazdidan chekkaga qolib ketmaydi. Shunday odamlar bor, ana nonxo'rga yaxshilik qiluvdim, bilmadi, dedikmi, yuvib tashlaymiz. Yaxshilik qildi, daryoga tashla. Baliq bilmasa, xoliq biladi. Allohning va'dasi bor, Alloh ko'rib turibdi, joyini o'ng qilib to'ldiraman degan. Hali bir nima bor-ku, payg'ambarimizning qizlari Hazrati Fatima onamiz bir kun kasal bo'lib qoladi ekanlar, betob bo'lib yotib qoladi ekan, anor yegilari keladi ekan. Hali erlari Ali roziyallohu anhu aytadi ekan, "Xo'jayin, anor yegim kelyapti, betobman" deb. Anor olay desa pullari yo'q. Endi bilamiz, kambag'al yashaganlar shu bozorga borib qamchilarini sotib bir dona anor olib kelayotsa, yo'lda birov yiqilib yotgan bo'ladi. Yiqilib yotgan odam tepib o'tmaymiz. Yoki qo'shnimiz non so'rab kelsa, "Bargoq" deb
demaylik. Shartta bitta nonni olib shartta ikkiga bo'laylikda. Men qo'shniga olib turing, yarmini Allohning va'dasi bor, 10 qilib to'ldiraman degan joyini deylik. Baxillik qilmaylik. Hali yiqilib yotgan odamga shunday oldiga keladi ekan Hazrati Ali roziyallohu anhu, birodar, nima qildi sizga desa, betobman, anor yegim kelyapti dedi. Bir dona anor Fotima onamizga olib ketyapti, lekin eshitdi anor yegim kelyapti deganini. Hali shunday ikkilanmasdan kissalaridan anorni chiqarib, archib hali betobga yediradi ekan. Kasal ko'rgani bo'lsak, esingizdan chiqmasin. Oxirida ketayotganga bir bolalarimni haqqiga duo qilib qo'ying deb kasalni duosini so'rab olaylik. Hali anorni Fotima onamizga olib ketadigan anorni archib yediradi ekanda, birodar, meni ham uyda ayolim kasal yotibdi. Haqqiga bir duo qilib qo'ygin der ekan. Hali betob odam Hazrati Fotima onamizning haqlariga duo qiladi ekanlar. Ali roziyallohu anhu ming xijolat bilan uyga keladi. Fotimani ham anor yegisi kelyotdi-ku. Endi Fotimaga nima deyman deb shunday uylariga kirib kelsa, Fotima onamiz kasal yotgan Fotima onamiz kulib chiqib kelar ekan. Erlari ko'rib hayron qolar ekan. Fotima, siz kasal edingiz-ku desa, bilmadim, Alloh shifo berdi deb shunday xotin gaplashib tursa, hali gaplari tugamasdan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qizlari Fotima onamiz uchun Bilol roziyallohu anhudan patnisga 10 dona anor berib yuborgan bo'ladi. Xotinda gap tugamasdan shunday Bilol roziyallohu anhu kirib kelar ekan. Fotima ona, dadangiz sizga anor berib yubordilar der ekan. Shunda Ali roziyallohu anhu shunday anorni sanasi, anor 9 dona. Ey Bilol, anor 10 dona bo'lishdi. Qani bir donasi dedi. Bilol roziyallohu anhu, mana kissamga soluvdim sinash uchun. Qayerdan bildingiz? Men axir endi kelyapman-ku, 10 taligini qayerdan bildingiz desa, shunda Hazrati Ali roziyallohu anhu aytadi ekan, men hozir birni sadaqa qilib kelyapman. Allohning va'dasi bor. 9 qilaman demagan, 10 qilaman degan. Ishonchda. Shuning uchun Alloh taolo ehsonlaringizni joylarini 10 qilib, 100 qilib, 1000 qilib, million qilib ko'rdi.